Selam dostlar. Bugün ise Afrika'ya yol tutup anda yaşavşı begemot bilen tanışırız. Begemotni başkaşı hipopotam deb ataylar. Onu kıska tepileri hem korkunç bulup tuyulgan zor ovuza oşa bek tez tanıp bular. Hipopotam zor gövdeli jan iyesi. Onun ağırlığı bir neçe tonnaga kadar jete alar. Onday zor gövdeni ko'tarib yürü bek qiyin. Şuna göre begemot vaqtning ko'p ulushini suvda o'tkazadi. Haligi jon egasi qora yerga tinlay chiqadi. O'zini oziq izlaydi. Begemotning yashash o'rni suv, ularning hatto balakashlari da suvda tug'adi. Nani begemot tug'a, ona anisi shundoq yorga olib chiqadi. Haligi hayvon odatda yor bo'yida o'suvchi o'simliklar bilan to'qlanadi. Bir kun ichida bir begemot 70 kilogramga qadar o'simlik oshirib oladi. Dostlar, sizin begemotning tovushini eshitganingiz bormi? Yo'q. Onlar tovush chiqarmi deysizmi? Yo'q. Yolg'ishasiz. Aytangiz birgalab tinglab qarang. Begemot savannalarda kunida. Ular boridik tishi suluq o'rinlardagina yashaydilar. Suluqlar kelsa, u boshqa yashash o'rini izlay boshlaydi. Haligi hayvonlar qutuluklarga birlashib yashaydi. Ularning umr uzunligi 40 yil chamasi. Begemot turida bugun bek ko'p narsa bilgansizlar shoirlar. Hozir so'rovlarga ko'shik. Begemot Kunyoq Amerika materigida yashaymi? Yo'q. Yo'q, albatta. Haligi materikda tapir, kapibara kabi hayvonlar kunida. Olaysa begemotni Avstraliyada uchratib bo'ladimi? Yo'q. Yo'q. Avstraliyada tava qushi, emu, o'rdak bo'rin yashaydi. Demak, u Afrikada yashaymi? Ayye. Javob durust. Aferin. Hozir ikkinchi so'rovga ko'shik. Begemot vaqtning ko'p bo'lishini qurishda o'tkazadimi? Yo'q. Yo'q. Chunki uning gavdasi begovor. Balki u ko'proq suvda yashaydir. Ayye. U ko'proq suvda tiriklik ekan. Bildirdingiz shoirlar. Aferin. Bugunga mana shular. Men sizning bilan sog' bo'lasham. Kelasi uchrashuvda men sizni tag'in bir joniyasi bilan tanishtirarman. Bugunga xush do'stlar. Haligi hayvon odatda yor bo'yida o'suvchi hayvonlar bilan to'qnashadi. Ular bilan to'qlanadi. Kelasi uchrashuvda men sizga tag'in bir joniyasi. Kelasi uchrashuvda men sizga boshqa turli yo'q menimcha. Tag'in bir joniyasi turida sizlarmi? Всё, давайте последний дубль. Давай. Bugunga mana shular. Men sizlar bilan sog' bo'lasham. Sog' bo'linglar. Tag'in bir joniyasi bilan tanishtirarman. Kelasi uchrashuvda men sizni tag'in bir joniyasi bilan tanishtirarman. Kelasi uchrashuvda men sizni tag'in bir joniyasi bilan tanishtirarman.